Çeket aka şu. Ekalasi 54 milyonga ekalasi. Bo'ldi, xo'p. 54 milyonga ekalasi. 54. Ön 8 ga baraka bo'ldi. Bo'g'oz ha? Bo'g'oz ha? Yo'q. Ha, qisir. 8 million. Bir to'g'lar sog'in sigir savdolarini ko'rsatamiz. Bu qizimiz ham baraka bo'ldi adashmasam. Ya men tortib olmayman, o'zi bersin. Qancha ketdi? Men o beraman deb. Bermang. Savdo bo'lyapti. Mana sog'in sigirlarni ko'rsatamiz. Sog'in sigir narxlarini. Bozorda bo'lib turadigan narsa tortishib, talashib, savdolar bo'laveradi. Aka necha bo'lib qoldi sigir? Bolasi nechinchi? Urg'ochi nechinchi bola? 3-inchisi urg'ochi. Bo'ylari 1.15 plyus. Mana. Qancha bo'lsa beramiz? 14.200 dan oshsa beramiz. 14.200 hozirga savdosi. Mana bunisini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu necha pul bo'ldi? Savdosi. U yoqda to'polon oxiri ketdi. Xo'p, necha pul bo'ldi aka? 15 million qilyapti. Nechinchi bola? 3-chi bolasi. Urg'ochi. Sutlari nechta? Suti nechta? 6 litr bor. Sog'in sigirlar Denovda salgina kamroq chiqdi. Aka nechinchi bola ekan? Aka bu 3-chi sog'in. Xo'sh. Sutlari nechta? 30 deyapman. 10 litr suti bor. 10 litr suti bor. 30 million kami bor. Bozor so'radimi? 22 million so'radi. 3-chi Bozor 22 million so'rab turishdi. Ol tayyorlanmagan aka, qantarilmagan. O'zmi sigirlar? Bolasi bor-ku. Bolasi bormi? Ha, bu tomondami? Ha, yaxshimisiz? Mana, sigirlar nechinchi bo'llari? 3-chi bolasi. Ikkalasini ham. Sutlari o'ntadan bormi? Sutlari? Savdolari qanchadan bo'lyapti? 28 ga 22 savdo bo'lyapti. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Bollarni ham hozir naryoqda bog'lab qo'yishibdi. Zo'r sigirlar ekan. Telefon nomer qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilib bog'lanasizlar. Nomer qoldiraylik. 97 aka. Xo'p, 97 840 840 60 01. Telefon qilasizlar. Tushiraymi aka mana? Aba, bolachalari mana aka. Soyada maza qilib yotdi. Bu kichami bobo? Urg'ochi. Ikkalasi ham urg'ochi. Urg'ochi-da. Sotilyaptimi aka? Sotilyapti. Qancha bo'lib qoldi? Pulingiz yengilidan. 13 million deyapmiz. So'radim. 2,5 million so'radi. Birinchi bolasi. Mana, ya. Sal sho'rroq ekan. Birinchi bolasi 13 million kam bor. 12lar savdoda turibdi. Bolasi o'kischa. Sizlar ham bir 4 litr bo'lsa kerak. Biri 10 sm, 10-inchi. Savdolar. Bu erkatoy nechinchi bolasi ekan? Urg'ochi. 3-chi bolasi urg'ochi o'rtoqlar 1.20 sm sigirimizni bo'ylari. Sutlar nechta aka? Nechta suti bor? 3 litrdan 6 ta suti bor. Orqalardan ko'rsatamiz. Voy, mana bu sigirni qarang. Bo'ldi, zo'ri bor, meni ko'rsat. Bo'ldi. Savdosi qancha bo'ldi? Aha, qancha bo'lsa beramiz? 22 dan oshsa beramiz. Telefon nomer. Telefon nomer 91 513 91 96. Manzil Denova. Aloqaga chiqasizlar. Olingan mollardan ko'rsatamiz. Bolasi o'kischa, adashmasam avlikorga o'xshab ketadi. Sigirimiz mana juda yaxshi narxda olindi, shuning uchun ko'rsatib ketyapman. Aka nechinchi bolasi ekan? Ha, bu yoqnikimi? Mana molni bitta ko'rsatib ketaylik. Bo'ylari 1.15 sm zo'r. Nechinchi bola ekan aka? Birinchisi zo'r. 24 millionga olinibdi. Barakasini bersin. Ha, 24 so'radi, bermadingiz. Ha, bo'ldi. Qancha bo'lsa beramiz? 25 million bo'lsa beraman. 25 million bo'lsa xudo xolasa beriladi. Telefon nomer qo'yib yuboramizmi? Ayting mayli. 99 298 0010. Bolasi Avlikor. Ha, bo'ldi. Avlikor o'zim ham o'xshatdim. Xullas, telefon qilasizlar. Manzil Denovmi? Denov.
bolasi o'zicha. Suti ham endi o'cha kerak 6-7 ta. Zo'r, barakasini bersin, tilmoq qilishadi. Bu yerdan sotilgan va qaytgan mollarni bitta video rolik qilamiz. Juda ko'p mol qaytyapti. Aka, qanchaga oldingiz? Qaytdimi? Ha, egasi yo'q. Bo'ldi. Aka, qancha olindi? Qancha? 3 tasi. Qanchaga? 44. 3 tasi 44 millionga. Xo'sh, yana mollar kelyapti, lekin juda ko'p mol qaytyapti. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Obuna bo'lganlar esa obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shu videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Bozorni qarang, yangi bozor. Bu tomonga ko'chadi, xudo xolasa bu oyga. Taglari beton bo'ladi, sharoitlarni hozir ko'rsatamiz yana. Munajinimiz kelyapti. Qanchaga oldingiz aka? 7 ga oldim. 7 million. Mana. Aka, qanchadan olindi? Ikkalasi? 9dan. 8,5, 9dan. Ikkalasi. Ha, mushuna. Yaxshimisiz? Qizchani ko'ring. Qancha olindi? 18 dedimi? 18 dedimi? Bizam eshitmay qoldik. Jonli aytsa bo'lmaydimi? Mana yana bu qizlar kelyapti. Qanchaga olindi aka? 2 milyon 600 bo'ldi. 12 million 600. Barakasini bersin mana. Qancha olindi? 23 milyon. 23 million. Uzr aka. Aka, qancha ketdi? Qaytdimi? Mana darvozani og'ziga bir qarab keling, darvozani og'ziga bir tez keling-da. Qaytdi. Qaytdimi aka? Katta mol bozorlar darvozasini og'ziga. Qanchadan? Yangi video qiluvdik buni. Qancha mol qaytadi? Savdo yo'q. Mana katta o'kis kelyapti. O, qo'chin keldi. Qancha ketdi aka? 30 million. Sotilibdimi? Qaytarildi. Qaytdimi? 33 dan qaytdi. 33 dan qaytdi. Bobo qanchaga olindi? Taroziga 50 mingdan barakasini bersin. Ketdi. Mana bu yoqda yana to'kischa kelyapti, kichkina. Gram sarson bo'ldi. Semiz g'unajin qancha ketdi? Osirimiz so'kda bo'lsin. Zo'r semiribdi. Maydi. Aka, qanchaga oldingiz? 70. Eshitgan bo'lsak. Qanchadan? 12,5 dan qaytdi. Qancha bolasini ayirib sotishgan shekilli. Mana bu qiz ham kelyapti. Ko'ramiz hozir nechaga ketdi. Qancha ketdi u qiz? Aka, qancha olindi? 17,5. 1,20 qo'yiladi. Xo'sh, mana bu ham ketdi. Aka, qancha ketdi? 14,5. Sigirchi? 20 sigirimiz. Mana ovnachilarimiz. Hey, malazlar. Sog' bo'ling. Katta o'kizjani kelyapti. Qancha ketdi? Arqadan kelyaptimi mana? Oh. Qancha ketdi aka? 23,5 barakasini bersin. Ketdi. Mana bu tomondan olingan Grenfordlar kelyapti. Bu 18 milliondan 100 mingdan o'tib beruvdi. 17 million 900 dan ikkalasi ketuvdi. 36 million 800. Sotilgan mollarni ko'rib qo'yasizlar. 35 million 800. Mana semiz sigir kelyapti. G'unajinlarni video qila olmadik ochig'i. Salgina vaqtimiz kamlik qilyapti. Sababi abidan keyin yana syomkalarimiz bor. Aka, qancha olindi?
Qanchaga? 12,5. 2,5 ga semiz sigir. Mana buzovchani so'raydi. Qancha bo'ldi? Aka bu qaytdi. Qanchadan? 6 million qildi, hozir 58 so'rayapti. Telefon nomer qoldiramizmi? Yo'q. Bo'ldi. 58 6 million. Va xunajinchi. Bu ham qaytdi. Bu kichani ham bo'lmadi. Qaytdi, faqat qaytadi bu. Narxi yo'q. Shunday. Yana semiz o'tkizlar kelyapti. O'rtoqlar, hamma joyda xo'roz bir xil qichqiradi. Hamma joyda narx bir. Aka qancha ketdi? Qaytibdimi? Ha, bugun anchagina qaytadimi? Qo'chqor qanchaga oldingiz? Qo'chqor 41. Gap yo'q. O, Goleshdan kelyapti. Goleshdan qancha bo'ldi? Olindimi? 16 millionga oldi. Novcha. Bu qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 14 million. Gapirmoqchi ekan shu. Katta molni ish bo'libdi. Qaysi? Sariqmi? Hali, hozir katta. 14,5 dedimi? Ha, nima? Galeshdaymi? 16. Nechta o'kiz bo'ldi yani? Hali faqroq. Bo'ldi. Mana ona bola sigirlar kelyapti. Baqira ketadi. Borib somon deb yotmasa. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? Sotildimi? 11 million 800 ga sotildi. Aka qancha ketdi? 14 million 800. Buzovchalarni bitta chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxlari agar ma'qul kelsa, ko'raverasizlar. Jiyan qancha bo'lib qoldi? Bilmaysan. Savdosi qancha bo'libdi? Ko'ramiz hozir. Savdo aytadigan odamni o'zi yo'q. Aka, o'kiz qancha olindi? 11,5 olindi. 1.5 santimetrli. Hozir qanchadan bo'ldi bular? 7 milliondan. Hop, bu yerda g'unatchalar ancha baland ekan. Traktor ham tarillab alaqib beryapti. Savdo qilaveradi. Qancha bo'ldi? Yo, mol uyiniki deyapti, domironiki deyapti. Xo'sh. Mana bu odamlar bor. Nech pul bo'ldi aka? 18 qildi. 6 million 800. Bunisichi? 55. 55. 6 million 800 ga 55. Bo'ylari esa 90 santimetr. Sari bo'yda. Hozir qancha bo'ldi bu? 52. Savdosi. Bu qancha bo'ldi? 4 million. 4 million. Ha. Turish. Lekin savdo yo'q. Qancha bo'ldi parrodalar? 16 so'rayapti. Ikkalasini? 8 milliondan 16 million so'rab turishdi. Ulardan ko'rishdim. Bugun. Abedda. Umid Rashidov. YouTube. Aka nech pul bo'ldi mana ular? Umid Rashidov. 8 million. Qanchadan bo'ldi savdolar? 6 milliondan berilmadi.